davlatda dunyodagi eng katta siyosiy miting bo'lgan. Bir vaqtning o'zida 2 million odam ko'chaga chiqqan. Bu davlat odamlar eng zich tiqilgan joy. 1 kilometr kvadratda 50 ming kishi yashaydi. Miting 16 oy davom etgan va bu mutlaq rekord. Bu davlatning nomi Gonkong. Bu yerda ko'plab yubka kiygan o'g'il bolalarni uchratish mumkin. Sharmanda. Bu yerda bir vaqtni o'zida tog'ni, shaharni va dengizni ko'rasiz. Mashinalari ham ajoyib, rullar o'ng tomonda va bokovoy oynalar kapot ustida turadi. Odam shunchalik zichki, shaharda hovli yo'q, bir etajli avtobus ham yo'q, hammasi ikki etaj. O'sha kinolardagi qo'rqinchli ko'chalarni ham uchratishingiz mumkin. Lekin dunyoda faqatgina 5 ta davlatda bor Disneyland ham Gonkongda mavjud. Bu yerda qish fasli yo'q, past binolar ham yo'q. Faqatgina Gonkongda shaharni o'rtasini yopib yoyma bozor qilishligi mumkin. Xullas, Gonkong dunyodagi hech qaysi davlatga o'xshamaydigan o'ziga xos joy. Sizlarga Gonkongning nimasi yoqdi? Kommentga yozinglar-chi. Mehnatimiz uchun like bosishim esdan chiqmasin.